Do'stlar, bizani turk ustozimiz doktor Bulent Xo'ja rasm bilan ishlagan paytida har qanday kasallikka shifo topish mumkinligi haqida o'zini kitoblarida yozib o'tganlar va bu ilmlarni ustozimiz germaniyalik doktor vrach doktor Hammerdan olganliklarini aytib o'tganlar. Endi ya'ni rasm bilan ishlagan paytida bizda ko'pchilik menga juda ham tanqidlar kelgan. Bizni dinimizga to'g'ri kelmaydi, unday bo'ladi, bunday bo'ladi deb biz u yerda qanaqadir nima deydi, kufsuf, chorniy magiya bilan shug'ullanmaymiz. Tom teskarisi, biz u yerda insonlarni shifolanishiga sababchi bo'ladigan ba'zi bir texnikalarni qilamiz. Ya'ni, masalan, siz Amerikada yashaysiz, bolangiz O'zbekistonda yashaydi yoki teskarisi. Siz Rossiyada yashaysiz, bolangiz O'zbekistonda yashaydi. Siz O'zbekistondasiz, o'g'lingiz Rossiyada. Masalan, o'g'lingiz og'ir kasal bo'ldi yoki mazasi qochdi yoki baraka yo'llari yopildi. O'shani rasmga qarab ishlagan paytingizda siz uni yo'llarini ochilishiga, uni sog'lig'i go'zallashishiga, uni har taraflama hayotiga yaxshi narsalar olib kirishiga sababchi bo'lgan inson bo'lasiz. Va agar kimga rasm bilan ishlash ilmi qiziq bo'lsa, shu yerga rasm so'zini yozinglar. Men kutaman. Onlayn retreatda bu haqida gaplashyapmiz. Hammaga shifo bo'lsin, baraka bo'lsin, azizlarim.